Çoğlar kes nimitame dep qam qılmay mında oxşagan şirin çöp etip aldı qo'ygan maqtab turib yapıtıdı. Təmizgicə əmbək yeyişlik. Muş aşxan içibatqan aşxanamga yangilik tamoqlarni chiqarsam bo'ldi degan tuqqanlarimiz mashirini çöpni bir chiqarib yaqinlar. Çoğlar ballar bək yaqtirib yeydi. Endi buningga yangi qo'yguch shiltimiz video ko'rsatgandek ushaq qilib to'g'rib olamiz. Qo'shimchalardan nuqutni 5 soat burun suvg'ichlab qo'yamiz. Endi qozonga azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim uzundan beri o'zim yaqtirib ishlatib kelayotgan Atibulaq 1-darajalik zarangzimi. Atibulaq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan oziqliqni saqlab qolingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam tetimliq. Eng avval go'shtni videoda ko'rsatgandek bekroq qo'rib olamiz. Zanjivil, piyozlarni silib yaxshi bir qo'rib olgandan keyin tam xurishlardan tuz, kava uchun uni cho'qim solamiz jumun tuqqanlar ta'm bek-bek chiqdi. Endi bularni yaxshi bir qo'rib olgandan keyin tandirdan sajjaqaroq to'g'rib olamiz. Undan keyin qizartish uchun tandir qiyamidan ishqa qo'shqa tarafda silvitimiz. Endi buning odatdagidan sajjaqaroq qaynoq suv qo'yib qaynatamiz. Taxminan 10 minut atrofida bo'sh o'tda qaynatsak bo'ldi. Bu jarayonda nippiz yeyilgan cho'pni qozonga silib pishirib olgandan keyin sovuq suvda bir chaqib olamiz. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni yutyapman. Izdegan topamay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga jiqaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qulluqinglarga rahmat. Ang axırda ushaq to'g'ralgan ko'k qizil laza samsaqlarni silib, tuz ta'min tetib olgandan keyin cho'pni ustiga silib, suydan sajja qarab qo'yib, oshko'k silib iste'mol qiladigan bo'lsak, ajoyib o'xshaydi jimo. Uzun bo'ptikan munda o'xshagan shirin cho'p yeb baxmag'lik. Ta'mi o'zgacha ajoyib o'xshab ketibdi. Oilda cho'qim bir yetib sinab beqinglar. O'rganib oldingizmi?